Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz Linebit dasturdan ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. Linebitga kirganimizdan so'ng mana tepada registratsiya bo'limi bor. O'shani ustiga bosamiz. Bu yerdan 4 ta bosqich orqali o'tsak bo'ladi. Men iPhonedan kirayotganim uchun shunday ko'rsatyapti. Telefon raqam orqali, email pochta orqali, уже Googledan o'tsak bo'ladi, Telegramdan, Twitchdan o'tsak bo'ladi. Bizlar bir boshidan o'tishni boshlaymiz. Va одна kliki. Chaqmoqchan rasmi turibdi bilmaganlar uchun. Bu turgan mamlakatimiz Qozog'iston bo'lsa Qozog'iston, или tepada Rossiyada bo'lsangiz Rossiyani qo'yasiz. Bu yerdan valyuta. Siz Linebit dasturining ichida qaysi valyutada o'ynaysiz? Dollar или rubl? Men rubl ham bor Rossiyadagilar uchun. Уже USD ham bor, США dollar. Pastda Qozog'istonda bo'lsangiz qozog'skiy so'mlar bor. Men promokod degan joyiga F777 yozamiz. Xuddi men yozgandek yozasizlar. Men bu yerdan bonuslar ko'rsak bo'ladi. Bonus sport o'yinlari uchun 13.900.000 bonus beradi. Birinchi depozit uchun. Casino va games o'yinlari uchun 209 million so'm bonus beradi. Plus 150 FPS. Bizlar casino va games o'yinlariga qo'yib o'ynaymiz. Endi men ko'proq o'ynayman casino o'yinlarini. Registratsiya. Mana o'sha bizlarga akkaunt ochildi. Birdan balansimiz to'ldirsak bo'ladi. Humo bor, Payme bor, Uzcard bor, Click bor. Pul yechib olishdachi, hozir ko'rsataman. Men o'sha pastdan chiqyapti. Balansingiz to'ldiring, birdan 209 million so'm bonus olasiz deyapti. 209 million so'm bonus qanday beradi? 100 dollar, 200 dollardan ko'p depozit qilgan o'yinchilarga 209 million so'm bonus beradi. Hozircha kerak emas. Pul yechib olishda mana ikkinchisi вывод средствами, ruschani bilmayman. Уже Humo bor, Click bor, Payme bor, Uzcard bor. Visa karta o'tgan hafta bor edi. Bu hafta qo'yilmadi. Уже yana qo'yiladi Visa karta. Тоже kriptovalyuta bor. Agar pul chiqaraman desangiz. Pastda mana menyuga o'tamiz. Bu yerdan mana личные данные degan topamiz. Личные данные. O'shani ustiga bosamiz. Keyin mana bu yerda mana tepada mana qalamcha turibdi, qizilcha bo'lib. O'shani ustiga bosamiz. Mana bu yerga ism, familiyamizni to'ldirib chiqishimiz shart. Отчество, data рождения, место рождения, tip dokument, тоже yana bir nimalar. Telefon raqam ulashimiz shart. Чтобы yosh bolalarning qo'liga tushib, akkauntdan chiqib qo'ysa, akkaunt ichida pullaringiz bo'lsa, kira olmay qolishlaringiz ham mumkin. Agar boshida skrin qilmagan bo'lsangiz, login bilan parolda. Hammaga omad, promokodimiz F777. Men Telegram kanalimiz ham bor bizlarda. Hamma programmalarni skachat qilib olsangiz bo'ladi. Menda iPhone bo'lgani uchun, o'shaning uchun boshqacha menda. Kanalimiz niki mana. Melbet Futbol Uz.